Jim. Xo'sh, mana maktabni ham boshlab oldik. Kanikulda kim nima qildi? Dilbar, tur, kanikulda nima qilding aytib ber. Men kanikulda tikuvchilikni o'rganishga bordim. Tikuvchilikni o'rganibdi. Bundan tikuvchi chiqarmidi? Nazmina, sizlar o'zlaring nima qildinglar kanikulda? Men kanikulda opamni salonida ish o'rgandim. Agar xizmatlar bo'lsa, men tayyorman. Yaxshi, o'tir. Bugungi mavzumiz salom maktab. Qaraning, bir o'tiribdi. Yoniga o'tirmaysanmi? Qo'y yoz, yana kelsa shu bilan urushib qolaman. Nima kerak menga? Chala bloger hali maktabga forma qilmagan. Yo'q, rostdan. Ha. Kambag'al. Amir, Muhammad, sizlar yana birga o'tirib oldinglarmi? Muhammad, birinchi partaga kelib o'tir. Ana, bor. Xo'p. Bu yer Sardorda joyi. Sardor hali maktab forma qilmagan. Hali ber maktab kelmaydi. Assalomu alaykum ustoz.